oxirgi payt odamlarni menga nisbatan hasadi ko'payib ketyapti, kuchayib ketyapti. Hattoki bu salom alaykum qilib yuradigan tanishlarim orasida ham uchrayapti. To'g'ri, boshida maqtanish juda ham endi ayol kishimiz yaxshi ko'ramiz. O'zimiz noldan erishgan yutuqlarni ko'rsatgimiz keladi. Lekin ishonasizlarmi, borgan sari nimadir sotib olsam, nimadir olsam, o'sha etkim ham kelmayapti. Chunki shu darajada didi jonimga tegdiki, o'sha charchadim. Hali ham baquvvat ekanman. Agar boshqa chechenka bo'lganda davno bu hasad, bu ko'z nazarlardan o'sha adarilgan bo'lardi. Bu kasallik ushlab olgan bo'lardi. To'g'risi, menga bir kunda qancha gap so'zlar yetib keladi, bilasizlarmi? Bularni ko'tarib yurish, bularni hazm qilish, ularni kechirish, unutib yuborish bu juda ham og'ir. Bitta narsani tan olib aytaman, agar 4-5 yil oldingi chechenka bo'lganda har bitta gap so'z uchun borib sochini yulib kelardi. Lekin bosildim to'g'risi. Birinchi o'rinda farzandli bo'lganimdan keyin, ikkinchi o'rinda obro' e'tiborga ega bo'lib, xalq nazariga tushib chechenka bo'lganimdan keyin ko'chada urushib yurolmayman-ku. Uchinchisida umradan kelganimdan keyin sakinatni topasan, borgansan deb menga iroda juda ko'p aytuvdilar. Volidan baraka topsinlar, Alloh rozi bo'lsin. Ular ham qisman darajada sababchi bo'ldilar men tezroq ketishimga umraga. Haqiqatan sakinatni topdim. Oldin mana shunaqa edim. Hovliqib, bayon qilishim kerak, mana qilishim kerak. Yo'q, hozir unaqa narsa. Spokойный bo'lganman. Tushunasizlarmi? Endi men sizlarga umradan keyin bunaqa odam o'zi bilsa bo'ldi. Ana jiltir qilton qilib yurishlik kamaygan. O'zi atidan emas, o'zidan o'zi. Prosta meni atrofimdagilar prosta tak meni yomon ko'rib qo'yapti. Mana o'zingizlar meni har kuni kuzatasizlar, to'g'rimi? Chiqib kimnidir asabiga tegadigan nimadir qilamanmi? Nimadir deymanmi yoki-da polni chiqib olib, meni erim numerading, meni erim mamnun qiladi, men mamnun qilman deb maqtanyapmanmi? Aytinglar, borimchaman-ku, shu meni qachondan beri kim kuzatib taniyotgan bo'lsa, 1 gram men o'zgarmaganman deb o'ylayman. 1 gram. Yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsam o'zgarganmanki, lekin minusga qarab ketmadim, o'zimni yo'qotib qo'ymadim. Naborot borgan sari bosilib, og'ir bosuv bo'lib boryapman. Kontentlarim yaxshilashyapti. Seriallar olaman sizlarga. Bilasizlarmi, mana shu serialni 10 ta qismini $10,000 oldiryapman. Sizlarga aytmoqchi emasdim. $10,000 oldiryapman. Bir ikkita eshitgan odamlar aytdi. Nima qilasan shuncha pulga serial oldirib deb. Nimaga olganim keyingi storiesda aytaman. Balki bu istoriyalarim 1 soatdan keyin o'chib ketar. Erim shunaqa odatlari bor. Qaysidir istoriyam yoqmasa, qilat temamni o'chirib yuborgin deydilar. Qaranglar, shuncha yil sizlarni orqanglardan non tuz yedim, reklama qo'ydim, yozdinglar, faqat postingiz reklama bo'lib ketdi. U yoq edi, bu yoq edi. To'xta dedim, shu xalq orqasidan mazza qilib yashayapmizmi? Xalq ham mazza qilsin, zo'r narsa ko'rsin, qancha pulim ketsa ham meni galim rasxod qilish. Dedim-da, men serial oldim. Ko'pchilikning qalbidan joy oldi bu serial. Bo'lmasa menga nafik kerak. Misol uchun-da, ssenariyni yozdirdim, montaj, syomka, unga ketadigan narsa hammasi ichida общий $10,000. To'g'ri, bu kimdirga katta pul bo'lib tuyulishi mumkin, lekin arziysiz. $100,000 ga oldirsam ham arziysiz. Harakat qilsa odamda bo'ladi-ku, faqat ber emas. Odam ham berish kerak. Ozgina harakat qilinglar, sizlar ham gullar. To'g'risi, voy o'lib ketsin, gapiraversin, nima desa ajab bo'pti deyishdan o'zi charchadim. U odam charchirka. Qilmanglar hasad. Havas qilinglar. Men havas ham qilmanglar, umuman ko'rmanglar agar yoqtirmasanglar. To'g'risi, bitta narsa bor-da, odam hasad qilsa ko'karmaydi. Umuman ko'karmaydi. O'zinglarni oyog'inglarga bekorga bolta urib qo'yasizlar. Men sizlarga aytaman, hasad qilgan odamni biri hech qachon 2 bo'lmaydi. Prosta Allohdan so'ranglar, sababini qilinglar. Zo'r kontentlar qilinglar. Mana ayrim bir blogerlar qilinglar kontentlar. Chotki mana ayamanglar vaqtinglarni, pulinglarni ayamanglar. Voy, mendan zo'r bo'lib ketasizlar. Men hali ham 100%imdan 20-30% ishlayapman-da Instagramda. Ishlanglar, sizlar ham, men sizlarga javob beraman. 1 oyda mendan zo'r bo'lib.
Просто savolda, mana o'zimni postlarimga video qo'ysam, mabodo topki agar u videolarim chiqib ketsa, menga podpiskamaslar yozadi. O'zimni pechenkalarim, podpisinli pechenkalarimdan har doim iliq fikr, iliq kommentariyalar olaman. Lekin degani bor. Agar meni qaysidir videoyimni boshqa profilda joylansa yokida boshqa bloger bilan qanaqadir videolar qilib, uni sahifasiga joylansa, men kommentariyani o'qisam, orasida shunaqalar bor, yoqmaydi menga chechenka. Vashshi yomon ko'raman. Savol, nimani yomon ko'rasizlar? Nimani to'g'rilashim kerak sizlarga yoqish uchun? O'zi aslida yoqishim ham shart emas. Endi odamgarchilik sifatida so'rab qo'yaman. Vot nimani yoqtirmaysizlar? Aytinglar, nimani sizlarga yoqmaydi? Nima? Menga konkretniy bitta savol, javob beringlar. Sabab, asos keltirib beringlar, yoqtirmasliginglarga men o'qiy. Kecha bittasi yozib, "Voy, peshonangizga ajin tushibdi" dedim. Ajin hammani peshonasiga tushgan. Meni hech kim xolodilnikda saqlayotgani yo'q. Prosta qolganlar borib yuziga o'xot qilib yuribdi. Menga kerak shu peshonamdagi ajinlar. Men rolimni o'ynayotganimda jahlim, meni emotsiyam, meni yig'layotganim, mana shu ajinlarim orqali sizlarga yetib boradi. Men peshona qotib turaversa-da, men yig'lasam yoki jahlim chiqsa-da, yuzim teppa-tekis bo'lsa, mamnaqa jahl chiqadi-ku, to'g'rimi? Mundoq qilganda qoshim mamta buklanmay. Menga kerak peshonamdagi ajinlarim bilan, yo'q kipriklarim bilan, kalta sochim bilan baxtliman. Tirnoq qo'ymasam ham baxtliman. Men o'zimni borimcha qabul qilishni o'rgandim. Sizlar ham odamni boricha qabul qilishni o'rganinglar. Hech kim bu dunyoda sizlarga yoqishga должен emas, majbur emas. Yoqmadimi? Ko'rmanglar. O'zingizlar yoqadigan odamni ko'rib, mazza qilinglar. Yana bu istoriyalarimni chechenka siqilib ketibdi. Chechenka kimgadir atab istoriya qo'ydi. Chechenkaga negativ yozishyapti deb qabul qilmanglar. Bu bir dona insonni gapidan kelib chiqib, mana shu ichimdagilarni aytib oldim sizlarga. Shu atak negativ yo'q, Xudoga shukr. Nima deb ham yozishadi negativ? Mayli. Ajinimni yozsam, boshqa desa, serialimdagi chechenkani yomonlab yozishyapti. Bu degani serialni shu darajada maromiga yetkazib o'ynayapmanki, уже ishonib qolishyapti to'shto men ekanligimga. Men bundan xursandman. Xudo xolasa serialimizning 8-qismi ertaga chiqadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kayfiyatni tushirmanglar, eng muhimi. Qaranglar, mana bunaqa bo'lyapti-da hayotda. Misol uchun kimdir meni yaxshi bilmaydi yokida qaysidir magazinchi, kuzatadigan kuzatuvchim deylik, yonimda bu kimni ko'rgan bo'lsa, voy, men chechenka yonida yuradi. Qarang, chechenka zo'r qiz, молодец qiz. Nimadir desachi, men bunaqa deyapti. Voy, u chechenka bor-ku. Misol qilib aytmoqman. 1993-yilda tug'ilganda, 94-yilchi beshida yotganda siyib qo'yardi, kaka qilib qo'yardi. 95-yil men bunaqa bo'lgan, 2000-yil men bunaqa bo'lgan. Voy, siz uni bilmaysiz. 2005-yil men bunaqa bo'lgan dedim. Hatto bu ko'nglini qoldirsa-da, o'sha odamda menda. U nima qiladi? U bechoramda qaraydi. Balki to'g'ri aytayotgandir, yonida yuradi-ku kecha, bilmasa gapirmaydi, yolg'on gapirmayotgandir. Deyapti. Nima to'liq sizlarga? Meni yaxshi ko'radiganlarga yomonliklar tugata olmaysizlar ularni. Baribir yaxshi ko'rishadi. Mana shu SMSlarga bitta ashula yetishmayapti. Mana shu oxirgi istoriya, mana shu tema bo'yicha prosta uyga kirib ketaman, hozir bo'ldi. Keyin temani yopamiz. Keyin erim uyqudan turib, mabodo istoriyalarim yo'q bo'lib qolsa, noto'g'ri tushunmaysizlar. Xullas, mendagi gif qila olmasanglar,
mandagi kontent qila olmasanglar, mandagi paysi qila olmasanglar, mandagi mashinada yura olmasanglar, mandagi подписчикlarning mehrini sazovor ololmayotgan bo'lsanglar, ayb manda emas. Aybni oynani bundoq qilinglar-da, o'zingizlardan qidiringlar. Shu nega men Chechenkadagi bo'la olmayapman? Nimani noto'g'ri qilyapman? Xohlasanglar kelinglar, tekinga maslahat beraman. Nimani noto'g'ri qilayotganinglarni o'tirib analiz qilamiz. Shu aybni o'zingizlardan qidiringlar. Mendan emas, sizlarni baxtli yashashingizga men xalaqit bermayapman. O'zingizlar